Qadrli любимчиklarim, biz televideniyega keldik. O'tkir aka bilan birgalikda. Kecha Toshkent telekanalidan adminimga telefon qilishib, men bilan O'tkir akani Salom Toshkent ko'rsatuviga prямой efirga taklif qilishgan va biz bugun prямой efirga bordik. O'rtoqlar, uyda televizor ko'rib yotganimizda tayyor mehnati tugagan narsani ko'rib o'tirar ekanmiz xolosda, lekin shuncha sahna ortida bo'ladigan mehnatlarni bugun o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ayniqsa prямой efir vaqtida dahshat qiyinchilik bo'lar ekan. Bu yoqda ovoz to'g'rilab turishar ekan, bu yoqda reklama tiqib turishar ekan. Hammasi etapma-etap hech qanaqa xatolarsiz bo'lish kerak ekan, chunki prямой efir to'g'ridan-to'g'ri efirga chiqib ketib qolar ekan. Bizni navbatimiz kelib va nihoyat chiqdik. Biz sahnada o'tirdik, bu yoqda bo'lsa Suhrob aka bizni videoga olib turgan, chunki sahna ortida ko'rinib turar ekan qanaqa bo'lib video ketayotgani ekranga. Bu safar unchalik hayajonlanmadim, lekin esinglarda bo'lsa Ruxsor kanaliga chiqqanimda juda hayajonlangandim. Ham birinchi telekanalimda, undan tashqari u yoqda menga hamma ataka qilgan, lekin bu yoqda juda ham samimiy suhbatlar bo'lgani uchun men umuman hayajonlanmadim. Orada Suhrob aka kirib bizni jonli ravishda videoga olgan. Kameralar qaranglar, 5-6 ta kamera turar ekan bu yoqda mikrofonlar ovoz yozib turar ekan. Hammasi juda ham zo'r bo'lar ekan. Inshaalloh men bu kanallar bilan xudo xolasa juda ham ko'p ishlash niyatini qildim, o'zimga qalbimga tugib qo'ydim, o'zimga maqsad qilib qo'ydim. Xudo xolasa bu kanallarda meni klip va seriallarda ko'rasizlar. Eson-omongina prямой efirda ham tugatdik va chiqdik. Suhrob akaga bo'lsa bu yoqda emotsiyalarimni ko'rsatdim. Oxirida farg'onaliklar bir-birimizni topib olib, hammamiz o'zimiz tilaklarimizni aytdik.